dadajon. Voy, qizim, yanami? Menga qara jon qizim, o'tgan safar ham aytganman. Ha, eringga ham bir kun aql kirib qolar. Menga qara. Jon qizim, ha ering sendan xabar olib turgan bo'lsang, hech narsaga muhtojliging bo'lmasa, jina bilan sabr qilishga o'rgansang-chi. Qolaversa, mahalla ko'yda ham kuyoving bormi desa, bor deydigan kuyoving bo'lsa, yana nimani xohlaysan? Ha? Nimani xohlaysan? Dadajon, meni ham tushuning. Bo'ldi qil. Gapni ko'paytirma. Agarda dadam rozi bo'lsin desang, sabr qilasan. Gap tamom va salom. Assalomu alaykum. Kiyimlarim tayyormi? Uyga kelmay qo'yganingizga kiyimlaringizni tayyorlamagandim. Hey. Senga yana qanaqa tushuntirish kerak? Mana u yashab turgan uying meni uyim. Sen xotinimsan. Bu xotin kishi degan erdi kiyimlarini tayyorlab muroshkabga tayyor qilish kerak. Qanaqa tushuntiray senga yana uraymi?